Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Zo'r TV telekanalida ertalabdan salom dasturi. Bugungi mana shu kanalimizga, mana shu ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan insonlarni birin-ketin tanishtirib o'taman. Aristokratlar jamoasi. Xush kelibsizlar. Jamoada kimdir kam, hozir biz Diyorbekni kutyapmiz. Diyorbek keldilar, biz ularni qarsaklar sadosi ostida chaqirib olishimiz kerak, chunki bilamanki tayyorgarlik paytida jamoalar bir bo'lgani yaxshi, nima gap so'zlar o'tgani yaxshi. Hindistondan olib keldik Sarvarbekni. Voy, hali gaplashamiz. Diyorbek, qani. Qani keling. Ko'rdilaring kechagi o'yinda. Voy, hozir har bittaligi bilan ko'rishguncha efir tugab qoladi. Mana ko'rdilaring kechagida Real Madrid Barselonani shafqatsizlarcha jazoladi. Shuning uchun bu yoq Ronaldoga o'xshab chiqib keldilar deysiz. Futbol ko'rishingizni bilmasakam lekin. Men hamma narsa ko'raman, siz bilmaysiz. Xush kelibsizlar Diyorbek. Assalomu alaykum. Kirish ham qiyin bo'lib ketdi. Qarasa, odamni uyiga qo'ymasa g'alati bo'ladi. Charchamayapsizlarmi, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Zo'r TV telekanali, biz ashaddiy muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz. Ertalabdan assalomu alaykum deyishga shoshilib turadigan ertalabdan salom ko'rsatuvini aziz muxlislari, kuninglar xayrli bo'lsin. Bu bizning yangi boshlovchimiz. Bu sinov efiriga kelganlar. Albatta, yakshanba tongida aristokrat. Yangi boshlovchi bu yerda. Bu yerda birinchi boshlovchi. Yangi boshlovchi menman hozir. Zo'r TV ochilgandan beri boshlovchi bo'lib yurgan odam. Salomlashishdan. Bu ko'rsatuvdan. Chunki boshqalarga ham gap beriyor. Diyorbekka juda qattiq tegdi. Yo, lekin noto'g'ri qilyapmiz, mashrab. Og'ir payt yuragini sal oldirib qo'yganlar. Yo, Diyorbekdan avval mana ularning do'stlari, hamjamoalar mana kelishgan. Birinchi ular bilan so'rashib olishsak, nimaga biz hozir ularga navbat beryapmiz? Bu hurmatsizlik-ku. Baxtli kelgan. Diyorbek bilan anaqa Yo, o'zi Diyor birinchi kelgan. Hammani kirgizib, uyga borib qaytib keldi hozir. Shunaqa qildim. Sizlar yaxshi keldinglarmi? Ertalabdan. Qarang, hammaliga bilinib turibdi-da, ertalabdan turishga o'rgangan insonlar. Bular repetitsiyadan to'g'ri kelyapti. Umuman uxlamaydigan insonlar, ya'ni. Repetitsiyadan bular to'g'ri keladi. Yaqinda 3-4 fevral sanasida Xalqlar do'stligi sana saroyida konsert. Xalqlar do'stligida-ya? Shunaqa muxlisinglar ko'pmi sizlarni? Opa, siz Beshinchi konsert bu. Hazillashyapti. Bular kulgi jamoalar hazil bo'lgancha sizlarga hazil qilyaptilar. Shunaqa bo'lsa, ko'ngillariga olmaysizlar. Siz yoningizda yuraverib hazillar ham o'xshamay qolibdi-da o'shanga. Men mayli jim o'tiraman, bu yerda men ortiqchaligimni his qilaman. O'zinglar hazil qilaveringlar. Mashrab sizniki bemalol, sizga o'xshaydi. Yo'q, to'g'ri. Abbos do'stim, siz ham lekin aristokratlar demagansiz, bilasizmi? To'g'risi. Siz chiqqan paytingizda, bolalar chiqqan, siz u paytda kamera orqasida Jahon nima qilay deb rejissyorlik qilib yurdingiz. To'g'ri. Rahmi kelib kurstosh deb qo'shib oldi bular. Eng kamiga. O'sha paytda siz mendan so'rab yurasiz, nima qilay deb. Kamiga Mashrab sezining kelishlari bilan joyizga shunda o'tiraylik. Uzr endi Mashrab mana shu yerda o'tiraman. Bu maqsad qo'yish degani Mashrab. Bular maqsad qo'yganlar oldilar. Mana ko'rasiz. 1-2 oydan so'ng keling aka siz mana keling. Konsert haqida ozgina gaplashsak bular bilan. Mayli. Muborak siz yaxshi o'tiribsizmi? Aytgancha Muborakni tanimadimmi? Mani ancha yillik qadrdonim bu o'zgaribdi, bir oqibatini bo'lib ketganiga ko'rmagandim-da anchadan beri. Bunaqa ozg'in qiz boshqacha qiz bo'lib qopti bu. Shuncha kasal bo'ldim, holing necha deb so'raganingiz. So'radimi? oqibatni surib qo'ygan deydi, lekin o'ziga qaratilgan. Nima bo'lsa ham mayli, men xursand bo'ldim. Muborak kundan kunga chiroylashib. Yo, yaqinroq o'tirib sevib qolasam bo'lmasam. Yo, uylanganman. Uylangan, ajrashib ketib keyin kelin dabdala bo'lmasam. Yo, kelinimizni taniymiz. Yaqinda farzandli bo'lar ekan mana. Oldindan tabriklab qo'yamiz. Hammasini aytavering. Bizda ruxsat tabriklab qo'ying yaqinda. Aytdimki, ayollar sir saqlolmaydi deb. Yaxshi mavzu ochdik, konsert haqida. Mana Sardor akamiz, bizani katta akamiz boshlab beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor, xayrli tong. Konsert haqida gap boshlangan ekan. Xudo xolasa bu bizning 5-katta konsertimiz. Endi Zo'r TV kanalidagi har haftalikdan tashqari o'sha Xalqlar do'stligidagi katta konsert 5-si ekan. Yubiley konsert desa ham bo'ladi bunday olib qarasa. Xudo xolasa bu safargisiga ham tayyorgarlik juda ham katta. Bilasizlar, har safar nimadir yangilik bo'ladi. Bu safargi yangiliklardan biri sahnada juda katta battle bo'lishi kutilyapti. Aristokratlar jamoasi bilan bir qator aktyor, xonanda, blogerlarni sahnada juda katta battle bo'ladi. Chiptalar qoldimi? Chiptalar juda ham kam qolgan. Shuning uchun muxlislarimiz agar bizni ko'rib turishgan bo'lsa, shoshilishsin, chunki bor yo'q 2 kun beramiz. Bu unaqa nima deydi? Uzoq vaqt davomida emas, 2 kun. Shuning uchun shoshilib qolishsin.
dastur juda ham zo'r. Nimaga 2 kun, ba'zi bir komandalar bilasizlar 10 kun, 15 kun. Ha, men Sarvarbek bo'yiga ruxsat bersalar kerak. Sarvar ichidan gap qaynayapti. Bizda mana aristokratlar jamoasi bu. Biza havas uchun, hobbi deydi-yu, o'shaning uchun biz pul uchun konsert qilmaymiz. Prosta har yili to'xtab qolmaslik uchun konsert qilamiz va biletlarimizni biz majburlab sottirmaymiz hech kimga. Xabarimiz bor, qayerlarda majburlab sottirilayotgan jamoalar yo'q, sizlarda yo'q. Yo'q, rostdan. Biz kassani ochamiz, e'lon beramiz. Muxlislarga hammaga rahmat. Bu bizning uyimizda Zo'rto'dan o'sha ko'tarilib, xalqqa ko'rinib kelgan bolalarimiz hammamiz, o'shaning uchun biz hammamiz xursandmiz shu yerdaligimizda. Men aytmoqchimanki, konsertdan biz pul uchun, boshqa maqsadda konsert qilmaymiz, faqat muxlislar uchun repetitsiya, ijod ko'rsatish uchun to'ppa-to'g'ri o'shaning uchun demoqchi. Endi masalan, sportchilar ham trenirovka qilmasa, ya'ni mashg'ulot o'tamasa, sog'ligi taraflama, uni formasi, jismoniy sog'ligi, jismoniy formasi taraflama orqaga. Xullas, biz tushundik, aristokrat jamoasiga pul kerak emas ekan, to'g'rimi? Shunaqa demoqchisizlar. Konsertni pul uchun qilmaymiz. O'zimizning ijodimiz, chunki biz aktyormiz. Avvalo aktyorlikda o'qiganmiz va kasbimiz aktyor va Zo'r TV telekanalida bizni xalq tanigan, biz tomoshabinlarimiz, o'zimizning muxlislarimizga ega bo'lganmiz va shu maqsadda biz konsertni nima uchun qilamiz? Ya'ni bizning konsert bu ustaxonamiz. Biz u yerda shug'ullanamiz, trenirovka qilamiz va bizni eng sara, eng yaxshi ko'rgan narsalarimizni, ya'ni ijod mahsullarimizni xalqqa namoyish qilamiz. Bitta narsa gapirsam, mayli, uzr, bu sizlarni maqtashda emas. Dizayn jamoasi bilan aristokratlarni ko'p gapirishadi. Ko'cha-ko'yda men chiqib aylanib yuraman. Men har doim insonlar kuzataman. Sababi men ham bular bilan teatrni oliygohda o'qigan, san'at oliygohida ahilligi bor-da, ahilliklarni ko'z tegmasin. Ko'p jamoalar, misol uchun ular gapirishda bo'linib ketgan oqibat, sizlarda hamma agar bitta nima deydi, jahon birorta joy ochsa, pitssaxona ochsa ham hamma o'sha yerda bir-birini qo'llab-quvvatlagan, hali oyoqdan chopmagan diyor ko'tarilib ketyapti. Nima qilamiz? Biz bilan teng yursin deb chalmagan yoki-da Sarvar chalmagan. Hamma zo'rda. Ko'rdingiz qanaqa jamoaviy? Boshqa komandalar nimaga ajralib ketadi? Sabab pul bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Biz hali pul topmaganmiz-da, chos. Yo'q, mana hazillashdim. Jamoaviy ruh. Siz har biron marta kundan kunga mashina almashtirib yetkazib, bu jamoadan Sarvarbek. Yo'q, hazillashdim. Va bularga biz jamoamizni tanishtirib o'tamiz. Keyinchalik yaxshi bo'lishi. Bu bular aybimiz, bizning aybimiz, chunki endi chiqib kelgan komandamiz. Mana shu 5-4 yilda. Endi chiqib kelgan 22 yil bo'ldi. Yo'q. Men aytmoqchimanki, Xudo xolisa biz shu boshidagi konsertdan beri nima deydi, 18+ hazillarni kamaytirib kelganmiz va mana shu konsertda bemalol oilaviy kelib, qarindoshlar bilan kelib ko'rishinglar mumkin. Chunki bizda hamma aytadi, po'shli hazil qilish oson. Mana bunaqa umniy hazil qilish yoki yaxshi milliy hazil qilish qiyin. Biz endi harakat qilyapmiz, kelinglar, baho berasiz. Necha soatlik konsert? 2 soat, примерно 2 soat. Hammasini o'zingizlar yozgansizlar. Ssenariy Diyorni bir o'zi yozyapti, Diyorbek. Yo'q, jamoaviy. Endi bizning maqsadimiz Sarvar gapini to'ldirib qo'yaman. Bizning maqsadimiz faqatgina odamlarni kuldirish, xalqimizni kuldirish emas. Ularga bir aytadigan gaplarimiz bo'ladi, sahna ko'rinishining tagida gaplari bo'ladi o'zini va ularni kayfiyatiga ozgina kayfiyat qo'shsak, shu bizning maqsadimiz. Ularni kuldirishimiz kerak. Nima bo'lsa ham, nima qilib bo'lsa ham shu kulsin, mazza qilib kulsin deyishmas maqsadimiz bizning. Kayfiyatini ko'tarib, bizni aytmoqchi bo'lgan gaplarimizni ularga yetkazish shu. Lekin haqiqatan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan hazillar bor. O'zim shaxsan hayotda aytib beraman. 5 yoshli yigit sizlarni konsertinglarni ko'rib o'tirgan edi. 5 yoshli yigitdan nima ko'ryapsan deb so'rasam, aristokratlar konsertini ko'ryapman dedi. Har bittanglarning isminglarni bilar ekan. U ham bo'lsa o'zingizlarning jiyaninglar. Yo'q. Bu yodlattirib o'tirishgan. Bu meni jiyanim. Endi baribir yosh bola nima ko'rayotganiga e'tiborli bo'lish kerak-ku. O'sha 5 yoshli yigitlar hammanglarni tanir ekan, hammanglarni ko'rar ekan. Bu menimcha juda ham katta yutuq. Ana men 34 ga kirganman, bolalar. Xarakterim 5 yoshda. To'ppa-to'g'ri, 4 yosh tezam bo'ladi. Hayron bo'laman. Abbos sizga bilinadi, har bir Ayniqsa gaplaringda. Abbos eng zo'rida, Abbos. Arazlash, yo bularni arazlashlarini aytmaysizlarmi? 3 yosh. Hozir rejissyorlar gapirishyapti, tepadagi bolalar nimaga gapirmaydi, ikkalasi, alohidami ular. Qo'shiq aytadi. Qo'shiq. Sizlar o'sha qo'shiqchi bo'lib ketdilar. Ular yangi komanda aytgancha
konsertimizda ilk qadami bo'ladi. Ha, ilk qadam. Rahim degan. Konsertingizda bo'linish bo'ldimi? Yo'q, hazillashmayman. Bu borangiz shunchalik bularga yaqin ekansiz, sizni taklif qilishmadimi? Sahnada. Shuni gapirib o'tish kerak. Endi men shu narsani gapingizni bo'ldim. Yaqinlarni taklif qilish shart emas. Yaqinlar shunda eshikni tepib kirishga haqqi bor. Yo'q, billa sahnada rol ijro etishga qarang, shu gapingizga birinchi konsertlarda, lekin haqiqatan konsertingizga tushganman. Juda ham yoqqan. Birinchi ilk konsertingizga negadir keyin taklif qilmay qo'ygansizlar. Hattoki o'zim Sarvardan taklifnoma so'raganimda ham bermagan. Mana oqibat. Bir narsaga izoh berib o'tib ketishim kerak. Mana shu konsert beramiz-ku, ko'plab yaqin tanishlarimiz so'raydi. O'zi aslida tanishlar poddershka qilish kerak. Tanishlar borib bitta bilet olish o'rniga 4 ta bilet olish kerak. To'g'ri, repetitsiyaga ovqat olib borish kerak, kechqurun halol so'rash kerak. Mana shu shunga bitta savol. Kunlaringizda yoningizda turib berish kerak. Repetitsiya paytida sizlarga bitta sizga taklifnoma beradi. Siz ham xarid qilmaysiz yordam sifatida. Men xarid qilganlarimni hozir endi aytsam minnat bo'lib qoladi-da. Biz endi orqadan sekin borib Muhammad Alini jiddiy gap bor ekan. Muhammad Ali. Do'stim. Muhammad Ali Anjom. Avvalambor rahmat mana shu ko'rsatuvga taklif qilganlar uchun. Biz ketdik ajoyib bo'lyapti. Yo'q, hozir hamma bolalar men chiqqandan keyin men hayotim xavfli bo'ladi, chunki erta tongda hamma bolalarga bitta telefon qilib turgizib olib chiqib keldi. Mas'uliyat buni zimmasida, shunaqa bo'ldi. Shuning uchun rahmat desangiz bo'ladi. Muhammad Ali o'zi yotoqxonada ham ukajonim mas'uliyatli deysiz. Faqat bitta qizga gul ko'tarib borasiz, u ham ko'tarilib ketdi u qiz. Joni sog' bo'lsa aka. Ne qancha yil o'tdi. Ismini aytaymi? Qo'yinglar. Yaqinda olib kelamiz. Mana eshitaylik. Rahimboy Ortiqovdan ajoyib. Xo'sh. Sekingina mikrofonni topshirib. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Ertalabdan hammaga salom deb qolamiz. Ijodkorlarga omad tilaymiz. Xo'p, nimani gapiramiz? She'rmi? Qorbobom oppoq. Bo'ladi. Hammasi zo'r. Repetitsiya qancha bir oy bo'layaptimi boshlanganiga yoki yangi yildan juda oldindan kuzdan boshlandimi? Baribir biz bularga qiyin Obidjonim arasida kuzatib turaman ijtimoiy tarmoqda. Faqat Parvarda haqida gapiradi, Novot haqida gapiradi. Bilmayman uni nima. Obidjon akamiz eng ko'p ssenariyni nima deydi, hissalardan bir qo'shgan odam, hissasini qo'shgan odam. Obidjon akam bular gapirsalar loyiq. Obidjon Nasriddinov. Bular demak muharrirlar, Diyorbek muharrirlar menimcha. Shu yerda ham eshitib unaqa emas, bunaqa deb o'tiribdi. Muharrirlik ham qilganmiz, boshlovchilik ham qilganmiz. Marhamat Obidjon. Mana nima uchun gapira olmayman. Hammaga assalomu alaykum. Zo'r TVga kelib bugun mehmon bo'lib turganimizdan juda ham xursandmiz. Aslida mehmon emasmiz. Biz shu yerda birinchi ilk qadamlarimizni shu yerda boshlaganmiz. Konsertga, mashrabaga tayyorgarlik bizda 6 oy oldindan boshlanadi har safar. Ya'ni bir 3 oy, taxminan 3 oy, 2 oydan ko'proq vaqt biz ssenariy yozishga sarflaymiz, hammamiz yig'ilib. Birinchi o'sha g'oyalar ustida ishlaymiz, mavzuni yaxshini tanlab, ssenariy yozib, undan keyin harakatga qo'yamiz. Hozir konsertimiz deyarli tayyor. O'sha mana qancha qoldi konsertimizga? 10 kundan oshiq vaqt qoldi, lekin biz xudo xolisa tayyormiz. 3-4 fevral kuni har bitta konsertimizga o'zimiz uchun ham challenge deydi-ku, o'zimizga yangi maqsad qo'yamiz. Avvalgi konsertlarimizdan ham yaxshiroq bo'lish uchun, ya'ni aytadi-ku, birinchi o'sha maqsad kimdandir o'tish emas, odam eski holatdan yaxshiroq bo'lishiga, kechagidan bugun zo'rroq bo'lishiga, o'shani maqsad qilib harakat qilamiz. Endi kamchiliksiz ish bo'lmaydi. Bizda ham kamchiliklar bo'lgan avval konsertlarimizda, lekin xudo xolasa bu konsertimizda yana ham ko'proq ishlab, yana ham nima deydi, insonlarga manfaatliroq bo'ladigan, ya'ni ham har tomonlama shou jihatdan ham, ssenariy jihatdan ham mukammal, chiroyli bir ijodiy narsa xudo xolasa tayyorlaganmiz. 3-4 fevral kuni konsertimizda barchalar kelsanglar, o'z ko'zinglar bilan ko'rib, guvoh bo'lasizlar. Sizlarni kelganinglardan ko'rib biz xursand bo'lamiz. Hozir bitta ustoz gapirmoqchi ekan, shuni bilan ana lavhamizni bersak, Abbosjon ustozlari bor ekan, shular shunday lavhasini beramiz, qaytganmiz rosa. Qani marhamat qizlar, qani. Qoshlari kamalak ekan, sochlari jamalak ekan, nima deb ko'nglini olsam, boshidan zar sochish kerakmi go'zalga?
lolmani shirin so'ziga, qora ko'ziga, uni o'ziga. Gap gapirma jim sevadi seni kim kutaman seni har kun gapirma jim gapirma jim sevadi seni kim kutaman seni har kun gapirma jim yoningdan o'taman seni, gul bersam rad etma meni, kulaverasan qayga ketasan shoshib boshidan zar sochish kerakmi go'zalga. Lolmani shirin so'ziga, qora ko'ziga, uni o'ziga. Gap gapirma jim sevadi seni kim kutaman seni har kun gapirma jim gapirma jim sevadi seni kim kutaman seni har kun gapirma jim yodimda menga xatlar yozganlaring, eslamaydi dema, o'ylamaydi dema. Yodimda menga bergan va'dalaring, sevmagandi dema, kelmaydi dema. Gap gapirma jim sevadi seni kim kutaman seni har kun gapirma jim gapirma jim sevadi seni kim kutaman seni har kun gapirma jim doirachi alohida sarorlik. Hammadan kimsan aristokratlar bularning qo'shig'iga shunaqa xiromaylab raqsga tushdi. Buni klip qilib bemalol efirga bersangiz. Bular nomi shunchaki aristokrat, o'z jaydari bo'ldi. Hamma o'zimizlar deydi. O'shasi yana bir bor o'qish kelibsizlar. Muborakxonning savoli bor ekan. Qo'shnidan keyin gaplashamiz degan Muborakxon qanaqa? Savolim bor. Umuman olganda aristokratlarni konsertida qaysidir qismida juda ham bomba yangiliklar bo'ladi-da. Masalan, bu galgi konsertingizda nima yangiliklar bor? Bor, shunaqasi bor. Zo'ri bor. Aytaveraymi? Aytaver. Xullas, mayli aytaveraman. Parashyutda tushishingizni aytmang. Yo'q. Unaqa qilmang. Xullas, O'zbekistondagi qaysi jamoaligini aytmayman, reklama bo'lib qoladi. Top blogerlar keladi. Bizlar bilan mana shu bolalar bilan battle bo'ladi. Rostdagasimi ochiqchasiga battle. Chunki bizga aytdi, kun talashdik. Istiqlol sanasaroyida, Xalqlar do'stlik sanasaroyida kun muammo bo'lib qoldi, talashdik. Ular biza konsert qilamiz, biz aytamiz, biza konsert biz aytgan. Bo'ldi, battle qilamiz xalq oldida deymiz. Shuning uchun kelinglar, bizlar muxlislar, qo'llab-quvvatlaylar. Battleda nima bo'ladi battleda? Gap talashishadi. U sir ichidagi sir. U sir. Demak, tushishimiz kerak konsert ko'rganda. Menimcha sizlar yutasizlar, ichlari. Mana yaxshi ko'rgan blogeringiz kim? Bloger misol. O'zim deylagan. Yo'q, bloger deyapman aka. Yo'q, ayting kim? Kerak emas, siz mana sizni yaxshi ko'rgan blogeringiz kim O'zbekistonda? Hamon Muborak. Muborak ham bo'ladi hattoki, rostdan. O'zi xohlagan birinchi Sarvar bitta narsa aytaymi? Uzr, oz gap bo'ldi. Shuncha blogerlar bor, o'rtoqlarim bor. Bobur ham, Mo'min bilan birga ishlayman. Hech kimni kuzatmayman, Muborak bilan faqat Obidni kuzataman-da men. Boshqa hech kimni kuzata olmayman. Hurmatli Whatsappda bosilmaydimi? Yo'q, bosilmagan. Sizlar menga bosmagansiz-ku, qachon ko'tariladi deb aristokratdek. To'g'ri. Hazillashyapman. Sizga podpiska tashlaganimiz uchun bizni kuzatasiz, to'g'rimi? Albatta, men shunchalik ana odammanki, mashhur odammanki. Oqibatim kuchli aka, Instagramingizga aytib ketamiz, podpisatsiya qilaylik, YouTubedan повтор ko'rib olib hozir. Lekin mashrab ustidan qilvosda hozirgi kunda videolar trendga millionlab prosmotrga ega bo'lyapti. Gap Instagramda emas, biz sizni hayotda hurmat qilamiz. Instagramda virtual hurmat qilishdan, yaxshi ko'rishdan foyda yo'q.
Mayli, ko'ngillarni hurmat qilib. Nimaga ochilish marosimlariga meni taklif qilmayapsizlar? Diyorbek. Hamma boradi. Jahon mikrofonchani olib, shlepachani olib, mannaqasidan, men bu yerda qolib ketaman, bilmayman. Aka, sizni taklif qilish shart emas, siz o'zimiznikisiz. Bemalol kirib borsangiz bo'ladi. Yo, mana Diyorbek, Gangedagi filialga o'zim kirib boraman. Mana Mashrab aka, bizning xatoyimiz mana 18-yanvar kuni 16:00 da Gangedagi yangi filialimizga keling. Saribola Pizza 6-filial. Lutfan sizni taklif etamiz. Kelmasangiz xafa bo'lamiz. Hammalar keling. Rahmat. Endi xafa bo'lmoqchi edik. Lekin bular jamoasi eng zo'r tarafi hamma san'at oliygohida o'qigan, o'sha kollejdan ham har xil obraz bor-da, qarang. Hozir Atilevdan gap tashib, Obidjonga tashib, ustozlarni ham ko'rdik hozir mana Abbosbekni. Har xil hamma har xilda, tipajlar har xil. 3-4tasini yig'ib qo'yadi, chiqib turadi. Yo'q, bularda yonish bor. To'g'rimi? Sevgi, muhabbat ham bor bularda. Armon ham bor. Yo'q, lekin guruh solisti ham bor. Yo'q, lekin umuman olganda bu ko'rsatuvda ham shunaqa har xillik bor. Mana Muborakda o'zining o'rni bor. Bu qizni mana o'zining o'rni bor. Mana o'rni yo'q ekan. Masalan. Turibdi, mana misol uchun. Yo, o'rningizni topishingizda tilaydoshmiz. Yaqin akamiz. Haqiqatan lekin samimiy, samimiy. Qaddimiz sig'adi, hazil qilamiz. Kimdir birovning o'rnini egallab olishga to'ppa-to'g'ri. Endi hayotda chaqqon bo'lish kerak, ildam bo'lish kerak, shustrik bo'lish kerak. Shuning uchun meni yo'q bo'lsa buni ayb emas-da. Haqiqatan kuzataman. Yo'q, bitta savolim bor, bitta savol qiynaydi-da, Mashrab aka, mana anchadan beri chiqasiz-da, mana shu ko'rsatuvga ertalabdan nega populyar bo'lib ketmadingiz? Yo'q. Populyarnidirsiz balki, men bilmasman. Endi bunaqa paytda biz turmaymiz-da, ochiq gap. Turib ko'rish, Instagramlaringizda ko'raman. Mana misol uchun tomoshabinlarga savol bermoqchiman-da. Tasavvur qilinglar, sizlar 3 kallali ajdarhosizlar, 3 ta boshinglar bor. Mashrab chiqqan sonini qaysi kallalang bilan ko'rasizlar? Qaysi biri bilan? Ha. Yo, mantiqiy savol. Endi hozir ko'pchilik tomoshabinlar nima bo'lib o'zlarini mavzusini gapiryapti. Misol uchun sizlarda yo'qmi qanaqadir savollar, har xil telefon ham bo'lyapti bu yoqda o'sha. Bu xayrlashaviy vaqt efir keyin bor Abbos ko'taraveradi. Qizig'i xayrlashuv faqat Abbosga ishlaydi. Qanaqadir savollarmi yoki o'yinlarmi yo'qmi unaqa? Lekin ko'rsatuvlarni sizlarda nimadir qo'yib beradigan bir sahnalashtirilgan bir nimalar bor, konsertda. Konsert yo'q, bu yerda ham ko'rsatib beringlar-da. Faqat gap bilan, quruq gap bilan muxlislar. Unda hozir reklamadan keyin qaytib ko'ramiz, sahnaga. Kerakligi. Ertalabdan barchaga yaxshi kayfiyatlarsiz. Rahmat. Meni bir kun kelib mana shunday qo'llab-quvvatlab turishlarini bilardim. Bular nima deydi, sahnada o'sha spektakl jarayonlarini ozgina parchalab qo'yayotganda men orqa tarafda 3-pavilyonda yurardim. Meni ham olib qolarmikan deb. Lekin bugun mana o'zlari kelishmadi. Siz bizning ustozlarimizdan bittasizda. Nima o'rgangansiz Mashrabdan? Bulardan Gamchilikni bo'ldi. Ana. Yo, bunaqa qilmasdi. Paxta qo'yish o'rgangan. Yo, lekin bular paxta qo'yishni bilmaydilar, adashasiz. To'g'ri tushundingiz, paxta bor o'vatda. O'shamda qo'yib qo'yish. Unda bo'lishi mumkin. Aristokratlar jamoasi bo'ldi, hurmatli tomoshabinlar. Boya gaplashgandik, ozgina sahna ko'rinishi bo'ladi. Sahna ko'rinishi menimcha konsertda bo'ladi. Sirligicha qolsin. Konsertda xudo xolisa 3-4 fevral kuni konsertni ko'rishamiz sizlar bilan aziz do'stlar. Va sizlarni ham kutib qolamiz. Zo'r sahna ko'rinishlar, kayfiyatni ko'tarib, maza qilib dam olib ketasizlar. Ertalabdan yo'q demay tashrif buyurganlar uchun, repetitsiya jarayonida charchagan bo'lsalaring ham hurmatimiz qilib tashrif buyurganing uchun rahmat. Konsertda omad, ko'rishamiz.